E'tiboringizga lokomotivlarni elektr jihozlari fanidan tayyorlangan sinxron generatorlarning ishlash sharoiti, tuzilishi va vazifasi mavzusidagi ma'ruzamizni havola etamiz. Ma'ruzamiz mavzusining rejasi quyidagi qismlardan tashkil topgan. Birinchisi, bu sinxron generatorlarning ishlash sharoiti. Ikkinchisi, sinxron generatorlarning tuzilishi. Uchinchisi, sinxron generatorlarning o'zgarmas tok generatorlarga nisbatan afzalliklari. Ma'ruzamiz mavzusi asosida rejamiz quyidagi qismlardan tashkil topadi. Birinchisi, sinxron generatorlarning ishlash sharoiti. Ikkinchisi, sinxron generatorlarning o'zgarmas tok generatorlarga nisbatan afzalliklari. Uchinchisi, sinxron generatorlarning tuzilishi. Ma'ruzamiz mavzusining rejasiga asosan sinxron generatorlarning ishlash sharoiti bilan tanishamiz. Lokomotivlarni tortuv elektr mashinalar sanasiga kiruvchi teplovozlarning sinxron tortuv generatorlari og'ir sharoitda ishlaydi. Tortuv generator o'z tebranishlaridan tashqari dizeldan va harakatlanish jarayonida lokomotiv va poyezddan hosil bo'ladigan bir marotabalik va ko'p takrorlanuvchi qo'shimcha tebranishlar ta'sirida ishlaydi. Tortuv generatorlar havo haroratining keskin o'zgarishi, ya'ni harorat -50 gradusdan +40 gradusgacha bo'lganda, yilning issiq oylarida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi ba'zi uchastkalarda quyosh ostida +50 gradusgacha bo'lgan haroratda ishlaydi. Tortuv generatorlar yilning sovuq kunlarida teplovoz ichidan sovutuvchi havoni olganda dizel yoqilg'isi va moy zarrachalarining bug'larini sovutuvchi havo tarkibida mavjudligi, tashqaridan olganda esa sovutuvchi havo bilan birgalikda suv va qor aralashmasining kirishi, yilning issiq kunlaridan tashqaridan sovutuvchi havoni olganda sovutuvchi havo tarkibida chang va qum zarrachalarini moy aralashmasi bilan birga generator ichiga kirishi generator ishini yanada murakkablashtiradi. Tortuv sinxron generatorlarning izolyatsiyalangan cho'lg'amlarini yaxlitligini ta'minlash, elektr va mexanik ishonchliligini oshirish, uzoq muddat to'xtovsiz ishlashini ta'minlash uchun tok o'tkazuvchi qismlarni termoreaktiv lakka shindirilib, issiq havoda quritiladi. Teplovoz sinxron generatorlarning vazifasi dizel ishlab chiqarilgan mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirib berish. Sinxron generatorlarda kollektor cho'tka qismining yo'qligi, mashinaning aylanuvchi qismida izolyatsiyasi tez ishdan chiqishi mumkin bo'lgan cho'lg'amlarning yo'qligi sababli ishonchliligi yuqori bo'ladi. O'zgaruvchan tok ishlab chiqaruvchi sinxron generatorlarda generator rotorga beriladigan quvvat generator quvvatining 1,5% ni tashkil etadi. Bu esa ta'mirlash jarayonidagi ish hajmini keskin kamaytiradi. O'zgarmas tok generatorlarga nisbatan kommutatsiya jarayonining yo'qligi elektromagnit yuklanishlarni orttirish imkonini beradi. Generatorning og'irligi, qimmat elektrotexnik po'lat listlar va mis simlarning kamroq ishlatilishi, tarkibi, tayyorlanishi, qiymati qimmat bo'lgan kollektor mis plastinalarining ishlatilmasligi evaziga kamaytirilgan. Shu bilan birga generatorning tan narxi va foydalanish jarayonidagi ekspluatatsion sarf-xarajatlar o'z navbatida kamayadi. Dizel generator qurilmasining aylanishlar chastotasini o'zgarmas tok generatorlarga nisbatan kattaroq qilinishi
dizel generator qurilmasini og'irligini kamaytirish imkonini beradi. GS501 markali sinxron generatorning texnik ko'rsatkichlari ushbu jadvalda keltirilgan. Ushbu markali sinxron generatorlar asosan 2T116 teplovozlarida, T70 teplovozlarida qo'llanilgan bo'lsa, bu generatorlarning nominal quvvati 2190 kW ni tashkil etadi. Uzoq muddatli ish rejimidagi tok 2350 amperni tashkil etsa, yuqori kuchlanishdagi tok qiymati 1330 amperni tashkil etadi. Uzoq muddatli ish rejimidagi kuchlanish 290 volt bo'lsa, maksimal kuchlanishi 535 voltga teng. Sinxron generatorning rotori daqiqasiga 1000 marotaba aylansa, bu generatorning sovutish tizimi majburiy sovutish tizimiga ega. Ushbu generatorning foydali ish koeffitsiyenti 94,3% ga teng. Ushbu generatorning og'irligi 6000 kg ni tashkil etadi. Endi rejamizga asosan sinxron generatorlarning tuzilishi bilan tanishamiz. Sinxron generatorlar statorida bir-biridan 30 elektr burchak siljigan ikkita 3 fazali o'zgaruvchan tok ishlab chiqaruvchi cho'lg'ami bo'lgan, aniq qutblarga ega bo'lgan elektr mashina hisoblanadi. Sinxron generatorning tuzilishi ushbu rasmda ko'rsatilgan. Bu rasmda birinchi bo'lib sinxron generatorning o'rnatish yuzasi, ikkinchi kirish quvurlari, uchinchi stator cho'lg'ami, to'rtinchi sinxron generatorning asosini tashkil qiluvchi stator qismi, beshinchi sinxron generatorning rotor qismi, oltinchi shinalar, yettinchi chiquvchi quvurlar, sakkizinchi klitsalar, 9-raqam bilan podshipnik, 10-raqam bilan izolyatorlar, 11-raqam bilan qopqoq, 12-raqam bilan podshipnik shit qismi ko'rsatilgan. Sinxron generatorlar staninasi po'lat listdan aylana holatga keltirilib, payvandlanib tayyorlangan. Stator o'zagi magnit maydon ta'sirida hosil bo'luvchi uyurmaviy kuch miqdorini kamaytirish maqsadida qalinligi 0,5 mm bo'lgan E43 markali elektrotexnik po'lat list segmentlaridan tayyorlangan. Tayyor segment listlari laklanadi va issiq havoda quritiladi. Staninaga stator o'zak qismi yig'ilgandan so'ng siquvchi shaybalar va shpilkalar orqali tortiladi. Siquvchi shaybalar va cho'lg'am ushlagichlar po'lat prokatlardan tayyorlanadi. Statorning o'zak qismida 144 ta cho'lg'am uchun mo'ljallangan ariqchalar shtamplab ochilgan. Bundan tashqari, statorning o'zak qismida diametri 27 mm bo'lgan 120 ta sovutish havo uchun teshiklar shtamplab ochilgan. Stator cho'lg'ami 2 qavatli to'lqinsimon sterjin ko'rinishda. Cho'lg'am o'lchamlari 2 mm ga 9,5 mm bo'lib, izolyatsiyalangan mis simdan tayyorlanadi. Cho'lg'am o'ramlari o'zaro va chiqish shinalari bilan payvandlanadi. Cho'lg'amlar ariqchalarda plastmassa xonalar bilan ushlab turilsa, ariqchadan tashqari qismi siquvchi shaybalarning qovurg'alariga mahkamlangan, izolyatsiyalangan halqalarga tortilgan. Stator cho'lg'amining ariqchalarni joylashtirishi quyidagi rasmda keltirilgan. Bu sxemada A bandi bilan cho'lg'amning sxemasi keltirilgan bo'lsa, B bandida o'zak ariqchasidagi cho'lg'am kesimi ko'rsatilgan. Bunda birinchi, ikkinchi raqamlar bilan
cho'lg'am tomonining tepa va pastki qismi 3-chi, 6-chi, 8-chi raqamlar bilan izolyatsion qistirmalar, 4-chi raqam bilan ariqchaning izolyatsion qistirmasi, 5-chi va 7-chi raqam bilan g'alta qismi va izolyatsiyasi ko'rsatilgan. Ushbu rasmda sinxron generatorning rotor qismini tuzilishi keltirilgan. Bunda birinchi raqam bilan rotorning qutublariga joylashtirilgan demperlovchi cho'lg'am ko'rsatilgan bo'lsa, ikkinchi raqam bilan rotor korpusi, uchinchi raqam bilan rotor korpusiga o'rnatilgan qutublar, to'rtinchi raqam bilan rotorni balanslovchi yukchalar, beshinchi raqam bilan cho'lg'amlarning chiqish qismi, oltinchi raqam bilan rotorning qisqartirilgan vali, yettinchi raqam bilan rotorning asosiga mahkamlangan kontakt halqalar, 8-chi raqam bilan kontakt segmentlar ko'rsatilgan. Sinxron generator rotorining korpusi avval ko'rib chiqqan tortuv generatorlarning yakir qismi kabi ichi bo'sh qilib tayyorlangan. Ichi bo'sh silindrning bir tomoniga rotorni dizel bilan ulash uchun maxsus flyans qismi, ikkinchi tomoniga generatorning qisqartirilgan valvni o'rnatish uchun vtulka qismi payvandlangan. Bu vtulkaga qisqartirilgan valv joylashtirilib, yaxlit rotor korpusi hosil qilingan. Korpusga po'lat listlardan shtamplanib tayyorlangan induktor qismi kiydirilgan va skutch shaybalar bilan tortilib mahkamlangan. Bu induktorda qutublarni joylashtirish uchun maxsus o'yiqlar shtamplab ochilgan. Rotor qutubi shtamplangan elektrotexnik qalinligi 0.4 mm bo'lgan 08 KP markali listlardan tayyorlangan bo'lib, yig'ish oldidan laklanib quritilgan. Tayyor qutub listlari shpilkalarga yig'ilib, gaykalar bilan qotirilgan. Generator rotor qutublari rotor induktoridagi maxsus o'yiqlarga qutubning qaldirg'och dumi deb ataluvchi ayri qismi bilan joylashtiriladi va shpolkalar yordamida mahkamlanadi. Har bir qutubda 8 tadan diametri 12 mm bo'lgan mis stерженьdan tayyorlangan demperlovchi cho'lg'am o'rnatilgan. Bu cho'lg'amlarning uchlari payvandlanib ulangan. Cho'lg'am avariyaviy ish rejimlarida yo'qotishlar va o'ta kuchlanishlarni qiymatini kamaytirish uchun xizmat qiladi. Qutublarga o'rnatilgan 75 o'ram mustaqil cho'lg'am joylashtirilgan. Bu cho'lg'amlarning o'lchamlari 1.35 mm ga 25 mm ni tashkil qilgan mis simlardan tayyorlanadi va cho'lg'amning kichik o'lcham tomoni bilan qutubga o'raladi. Izolyatsiyasining mustahkamligini oshirish maqsadida cho'lg'amlar epoksid kompoundga botirilgan. Rotordagi barcha cho'lg'amlar o'zaro ketma-ket ulangan. Sinxron generatorning podshipnik shit qismiga izolyatsiyalangan osish moslamasi orqali maxsus segmentlar mahkamlangan. Bu segmentlarga 6 ta cho'tka ushlagichlar qotirilgan. Cho'tka ushlagichlar qalaydan tayyorlangan bo'lib, har bir cho'tka ushlagichga bir donadan o'lchami 25 mm ga 32 mm bo'lgan, uzunligi 64 mm bo'lgan ega 14 markali cho'tkalar o'rnatilgan. Rotorning kontakt halqasi po'lat vtulkaga o'rnatilib, plastmassa izolyatsion material bilan izolyatsiyalanib, rotor asosidagi vtulka qismiga o'rnatiladi. Cho'lg'am uchlari po'lat kontakt halqalarga
mahkamlanadi. Sinxron generatorning подшипник shit qismi qovurg'alardan payvandlanib tayyorlangan bo'lib, o'rtasida gubchak qismi joylashtirilgan. Sinxron generator rotori shu gubchak qismiga kapsul ichiga o'rnatilgan ikki qatorli sferik rolik подшипникka joylashtiriladi. GS501 markali sinxron generatorning cho'lg'amlari haqidagi ma'lumot quyidagi jadvalda keltirilgan. Sinxron generator statoriga joylashtirilgan cho'lg'am to'lqinsimon cho'lg'am bo'lib, sinxron generatordagi o'zgaruvchan tok chastotasi 100 Hz tashkil etadi. Sinxron generatordagi ishlab chiqarilgan tokning fazalar soni 2 ta 3 fazali bo'lib, fazadagi simlar soni 12 tani tashkil etadi. Sinxron generator statoridagi joylashtirilgan cho'lg'amlar ariqchalar bo'yicha 1 ga 13 qadamni tashkil etadi. Stator cho'lg'amining sim o'lchamlari 2,1 mm ga 9,3 mm ni tashkil etadi. Bu simning markasi PSDK TL markali bo'ladi. Stator cho'lg'amining izolyatsiya sinfi H sinfini tashkil etadi. Rotordagi qutblar soni 12 tani, qutbdagi sim o'ramlar soni 75 o'ramli. Qutbga joylashtirilgan sim o'lchamlari 1,35 mm ga 25 mm ni, sim markasi LMM markasini, rotor cho'lg'amining izolyatsiya sinfi B sinfni tashkil etadi. Stator cho'lg'ami izolyatsiyasining xizmat muddati 1,200,000 km qilib belgilangan. Sinxron generator avariyaviy ish rejimida aylanishlar soni 1150 daqiqagacha yetkazish imkoniga ega. Ushbu generatorlarning xizmat muddati 25 yilni tashkil etadi. Shu bilan ushbu mavzusiga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.